Dubayda quruvchi kompaniyalar bankrotga uchrayapti. Sababi birorta ham uy-joy sotilmayapti. Mana shu kvartira 700 ming dollarga sotilgan. Hozir hech kim olmagani uchun sizlarga tekin. Mana shu rayonda 300 ming dollardan kvartiralar sotilgan. Hozir klient yo'qligi uchun tekin. Sotuv ofisida mana ko'rishingiz mumkin, birorta ham odam yo'q o'rtoqlar. Hech kim uy olmayapti. Sizlardan iltimos qilaman, Dubayga ko'chmas mulkka investitsiya qilinglar. Aks holda Dubay tamom bo'ladi. Desam ishonmang ana. Ko'rib turibsiz-ku bozor qanaqa holatdaligini. Dubaydan oldin uy olmagan, ikkilanib o'tirgan, endi sira ham olmaydi. Chunki ular Dubayning imkoniyatini bilmaydi, tushunmaydi. Lekin Dubayga, uni kelajagiga ishonganlar esa allaqachon chegirmali narxlarda bitta emas, ikkitadan uy olishyapti. Shu sababli hozirgi geosiyosiy taranglikda, mavhumlikda ko'pchilik investorlar qo'rqib turgan payti zo'r takliflar, arzon narxlarda aqlli investorlar bozorga kiryapti. Agar siz ham kelajakda yuqori daromad qilishni istasangiz, hozir bozorga kirish uchun tarixiy imkoniyat o'rtoqlar. Hoziroq bizga murojaat qiling. Dubay ko'chmas mulk bozoriga kirishingizda qonuniy, ishonchli va albatta professional yordam beramiz.